Kanadada 2026-yilda eng talab yuqori bo'lgan 20 ta kasb. Kanadaga ishlash uchun bormoqchimisiz? Unda eng muhim savol: qaysi kasb bilan ish topish oson? Qaysi kasb eng ko'p maosh beradi? Va qaysi kasb orqali PR olish imkoniyati yuqori? Bugungi videoda Kanadadagi eng talab yuqori 20 ta kasbni 5 ta toifaga bo'lib tushuntiraman. I won't hand to one of you, and it's all that I have a way to. Birinchi bo'lim. Eng yuqori maosh beradigan kasblar. Shifokor. Juda yuqori maosh. Tajriba va litsenziya talab qilinadi. Stomatolog. Xususiy klinikalarda daromad yanada yuqori. IT mutaxassisi, dasturchi, sun'iy intellekt, kiber xavfsizlik, hamshira. Kanadada doimiy ehtiyoj mavjud. Oylik daromad. Ko'p hollarda $10,000 yoki undan yuqori bo'lishi mumkin, lekin kasb, tajriba va viloyatga qarab farq qiladi. Ikkinchi bo'lim. Ishga kirish nisbatan oson bo'lgan kasblar. Ferma ishchisi, issiqxona ishchisi, tozalash xodimi, zavod ishchisi. Afzalligi: tajriba ko'p joylarda shart emas. Til talabi ba'zi ish beruvchilarda pastroq. Yangi kelganlar ko'p shu ishlardan boshlaydi. Uchinchi bo'lim. Eng ko'p ishchi kerak bo'layotgan kasblar. Yuk mashinasi haydovchisi, qurilish ishchisi, elektrik, payvandchi. Bu kasblarda ishchi yetishmovchiligi kuzatilmoqda va malakali mutaxassislar doim talab qilinadi. To'rtinchi bo'lim. Immigratsiya dasturlarida tez-tez uchraydigan kasblar. Qarovchi, caregiver, santexnik, ombor xodimi, buxgalter. Muhim eslatma: internetda PR olish eng oson degan gaplar ko'p uchraydi, ammo bu kafolat emas. PR imkoniyati sizning til darajangiz, ish tajribangiz, ta'limingiz va qaysi immigratsiya dasturiga topshirishingizga bog'liq. Ayrim sog'liqni saqlash va malakali kasblar ustuvor yo'nalishlarda bo'lishi mumkin. 5-bo'lim. Har doim ish topish mumkin bo'lgan xizmat ko'rsatish kasblari. Oshpaz, mehmonxona xodimi, restoran xodimi, yetkazib beruvchi, kuryer. Bu sohada yil davomida ish o'rinlari tez-tez ochiladi, ayniqsa yirik shaharlarda. Xulosa. Demak, Kanadada eng istiqbolli yo'nalishlar: tibbiyot, qurilish, malakali ustalar, IT, transport, xizmat ko'rsatish, ferma va mavsumiy ishlar. Kasb tanlashdan oldin quyidagilarni ham tekshiring. Ingliz yoki fransuz tili talabi, diplomni tan olish tartibi, ish tajribasi, litsenziya kerakmi? Qaysi viloyatda talab yuqori? Demak, Kanadada talab yuqori bo'lgan kasblardan ayrimlarini ko'rib chiqdik. Lekin Kanada haqida gapiradigan mavzularimiz hali tugagani yo'q. Keyingi videolarda Kanadaga ishlash uchun borishning boshqa qonuniy yo'llari, viza va ish imkoniyatlari haqida ham alohida ko'rib chiqamiz. Agar bu ma'lumotlar sizga foydali bo'lsa, videoga like bosib, Ma'mur Arzikulov kanaliga obuna bo'ling. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz.